Bugün mine balalarning o'yin maydoni bayram kunini açılış qildik. Endi Xudo xolasa shu ishimizni davom ettiraveramiz, to'xtatib qolmaymiz, boshqa yana nelar ochamiz, xalqqa xizmatimiz qilaveramiz mana buyim bilan birgalikda. Kelaveringlar, xalqqa ham shu qo'limizni ko'ksimizga qo'yib xizmatda bo'lamiz. Birinchi iyun xalqaro şu bolalar kuni bilan hamma butun dunyo bolalarini tabriklayman. Mana bugun shu yerda yangi bolalar maydonchasi ochildi. Dum ajoyib ko'rib ko'zlarimiz quvondi. Buning uchun Xudoga shukr, mana prezidentimizga rahmat. Şu yerni ajoyib qilib tashkil qilgan hokimimiz, uni yonidagi o'rinbosarlar hammasine ming rahmat. Bizda Tillatanga savdo markazimizda Tillatanga aviakassamiz mavjud. Butun dunyo bo'ylab avia chiptalar, temir yo'l chiptalar, O'zbekiston bo'yicha mahalliy avtobus uchun onlayn chiptalar mavjud. Pensionerlarimiz, ya'ni qarliq nafaqasidagi nafaqaxo'rlarimiz uchun 50% gacha chegirma, 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz uchun esa 75% chegirmamiz bor.